Bugun bizga eng ko'p beriladigan savollarga javob beramiz. Birinchi savolimiz materiali qanaqa? Avlo Mebel kompaniyasi korpusli mebellarimizni sifatli LMDF, akril va krasniy MDF materiallardan foydalanamiz. Mexanizmlarga keladigan bo'lsak, tortmalar uchun ishonchli tandem mexanizmlar qo'llaniladi. Eshik qismlarida esa mijozning budjeti va xohishidan kelib chiqib, sifatli bulum petalardan foydalanamiz. Yumshoq mebellarimizda esa Xitoy, Eron va Turkiya matolari ishlatiladi. Karkas qismida esa MDF, DSP va faner xomashyolar foydalaniladi. Ichki qismiga sifatli porolon hamda ortoped pampers prujinalar qo'yiladi. Bu esa qulaylik va uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi. Ikkinchi savolimiz: tanlov ko'pmi? Albatta, shou-rumimizga tashrif buyurib, assortimentlarimizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, kataloglarimiz orqali ham o'zingizga mos model va dizaynlarni tanlab olishingiz mumkin. Uchinchi savolimiz esa mebellarni bo'lib to'lashga olsa bo'ladimi? Albatta, mebellarni boshlang'ich to'lovsiz, ya'ni foizsiz halol nasiya savdoga olish, birinchi to'lovni kechiktirib boshlash imkoniyati, bepul o'lcham olish, yetkazib va o'rnatib berish xizmati va undan tashqari mebellarni 3 yil davomida 1 yilda bir martadan bepul himchisiga xizmati ham mavjud. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, albatta javob beramiz. Sizni Avlo Mebelda kutib qolamiz.